Bu SMSni hozir screenshot qilib sizlarga ham qo'yib qo'yaman. Hozir bugun bir 7-SMS xuddi shunaqa shogirdlarimdan kelayotgani, rahmatli aytayotgani, osteopatiya qo'shib qo'yotganim uchun bolalarga yaxshi shifo beryapman. Osteopatiyani qo'shib qo'yotganim uchun farzandimni davoladim. Osteopatiya qilganimdan qaynonamni, onamlarni davoladim. Xullas, shuncha yildan beri lecheniya qilishayotgan, lekin shifo topmayotganlar shogirdlarimni qo'lidan, masterlarimni qo'lidan aynan osteopatiyani qo'llab turib massaj qilayotgani uchun tezroq va natijasi zo'r bo'lyapti. Massajini kelayotgan patsientlar esa zo'r rezultat olyapti. Kechgacha shunaqa zo'r odzivlar keladi. Ishonasizlarmi? Bir 4 oy, 5 oy oldin o'qib ketgan o'quvchilarim ham qilayotgan natijalarini menga do'postlilari bilan tashlashyapti-da. Bir xilla ishonmaydi, prosta qo'lini qo'yib turib nima qilyapti deb tushunishmaydi-da. Lekin bilsanglar, osteopatiya qanchalik shifo beradi. Men SMSlarni qo'yib qo'yaman shu video tagiga bitta ko'ringlar.